Omon keysizlar, dasturimizda yana ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. G'ofur aka, bugun yana studiyamizda mehmonlarimiz ko'pchilikni tashkil etishadi. Lekin shunaqa bir satrlar borki, Nigoraxon, qonun so'z, qonun ko'z, u posbon qalqon, unda ardoqlanar inson degan nom dedi. Bugun mehmonlarimiz juda ham ko'p. Bo'laversa bugun 9-aprel Amir Temur bobomizni tavallud ayyomlari munosabati bilan bugun mehmonlarni taklif etganmiz. Marhamat, tanishtiramiz ular bilan. Demak, bugun iqtidorli ijodkor yoshlarimiz tashrif buyurishgan, o'zlarini bu yerda mana qizlarimiz hali bafurja tanishib olamiz. Talaba yoshlarimiz, rassom qizlarimiz rasmlar chizishni allaqachon boshlab borishdi. Va sizning yoningizda o'tirgan qizimiz ham, demak, bugun juda ham ko'plab yutuqlarga erishganlar. Qolaversa, Amir Temur tarixi bo'yicha chiroyli ma'lumotlarni beradigan ustozimiz Husnun aka studiyamizga tashrif buyurganlar. Xush kelibsizlar deymiz. Husnun akamizdan tanishganimizda geografiya fani bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirgan ekanlar. Hozir keling, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. İlk savolni bersak ustozga, mana shu Samarqand shahrini, qolaversa Amir Temur bobomiz aynan Samarqand shahrini poytaxt qilib tanlaganlar. Buni boisi nimada? Rahmat. Avvalo so'zimni boshida mashhur fransuz yozuvchisi va olimi o'z davrida shunday bir fikrni aytgan, geografiya bugungi kunning tarixi bo'lsa, tarix o'tgan kunlar geografiyasidir. Men o'zim hozir Shahrisabz davlat pedagogika institutida geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori kafedra dotsenti lavozimida ishlayman. Hozirgi olib boradigan doktorlik mavzuyim jahon poytaxt shaharlariga bag'ishlanadi. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, albatta Amir Temur o'z davrida Samarqandni Movarounnahrning poytaxti deb e'lon qilgan. Demak, shu yerda tarixiy jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Olis o'tmishda, o'rta asrlarda Xorasonda masalan Hirot shahri yetakchi shaharlardan biri bo'lsa, Samarqand shahri Movarounnahrda undan oldingi tarixiy nomlardan hisobga oladigan bo'lsak, Afrosiyob nomi bilan mashhur edi. Demak, Amir Temur ham o'ziga munosib poytaxtni Zarafshon daryosi bo'yida mana shu Samarqand shahrini bekorga demak tanlamagan. Avvalo mana shaharni tanlanishda ob-havosi uning o'sha hatto sharqiy tomondan va janubiy sharq tomondan esuvchi shamollar hisobga olinganini ko'rishimiz mumkin. Shunday bir ma'lumotlarga duch kelamiz. Tarixchi olimlarning birlamchi manbalarga tayanib aytishimiz mumkin. Muayyan joy tanlanganda hatto go'shtning ilib qo'yilishi, ya'ni bu ham bir qadriyat sifatida, ya'ni o'sha go'sht aynimagan holda mana shu joylar yo o'ziga bir saroy qurilishiga yoki muayyan bir inshootlarning qurilishiga bir sabab bo'lgan bo'lishi muqarrar. Ayni jahon poytaxt shaharlariga avvalo mana shunday joy tanlanishga boshqa mezonlar bor, relief yoki bo'lmasa tarixiy nomni tiklash yoki bo'lmasa muayyan bir hududdan, mana Samarqanddan Toshkentga poytaxt ko'chirilishidan bir qancha sabablar bor. Baribir o'z davrida men o'ylayman, tarixda agar e'tibor bersak, Chig'atoy ulusining 1359-yilda Samarqand poytaxt deb e'lon qilingan. Amir Temur bobomiz esa 1370-yil Movarounnahr hukmdor deb e'lon qilingan paytda aynan o'sha Chig'atoy ulusi, ya'ni uzviy davom sifatida baribir Samarqand shahri tanlandi. Samarqand shahri endi Shahrisabz shahriga nisbatan ancha keng va o'sha tog' bag'rida joylashganligi bilan xarakterlanadi. Rahmat, rahmat. Chiroyli javob bo'ldi. Nigoraxon, keling singlimizga ham yuzlansak. Yutuqlar haqida demak, o'zlaridan eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Sohiba Zuhra 2006-yil 26-aprelda Kitob tumanida tug'ilganman. Hozirda Qarshi xalqaro universiteti iqtidorli talabasi 1-kursman va Qarshi yoshlar iste'dod klubining faol a'zosiman. She'rlarim Navqiron yoshlar gazetasida, Oltin zamin gazetasida va shu bilan birgalikda o'zimning shaxsiy va ommaviy Atirgul tabassumi, Orzular yolqini kitoblarim chiqqan va shu bilan birgalikda Qozog'iston bilan O'zbekiston hamkorligida ishlangan xalqaro almanahlarda she'rlarim chop etilgan. G'ofur aka, siz she'rga agar qiziqmasangiz menga jo'natsangiz bo'ladi. Shuni o'tkazasiz. Juda ham Orzular yolqini, Atirgul tabassumi Zuhraxonni albatta bugun ijodiga yana bir nazar tashlaymiz. Hali vaqtimiz yetadi, Nigoraxon. Nigoraxon, shu bilan birgalikda keyin mana tanishib oldik mehmonlar bilan. Endi bizlarga mana bugun
tavallud egalari ham juda ko'p xabarlarni yuborgan mana shu manzilimizga. Keling, shularni ham yetkazsak-da, keyin suhbatimizni ustoz bilan yana davom ettiramiz. Va rassom qizlar bilan keyin davom ettiramiz suhbatimizni. Ayni daqiqalarda demak bizni Telegram manzilimizga yetib kelgan xabarlarni o'qib beramiz. Va bugun Fayzli kun ijodkorlari chorshanba tongi muborak bo'lsin. Doimiy muxlisimiz Bahodir Toshevdan chiroyli xabarlar kelgan barcha yurtdoshlarimizga bugungi kun fayzli bo'lsin deb yaxshi niyat qilyaptilar. Bugun akam Zarifboy Xudoyqulovni tug'ilgan kunlari. Akamga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt va doimiy muvaffaqiyatlar tilayman. Hayotingizda hamisha ezgulik, mehr-oqibat, xotirjamlik hukm sursin. Har bir kuningiz quvonchli, har bir niyatingiz esa ijobat bo'lishini tilayman. Yana bir bora bugungi shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni yaxshi ko'rib qoluvchi hurmat bilan ukangiz Og'abekjon nomidan kelibdi. Demak, tavallud kuni egalarini biz ham tabriklab qolamiz. Marhamat, endi yana davom ettiraveramiz. Demak, yana bir sana haqida, bugungi sana haqida alohida to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'ni bugun bizni jamoadoshlarimiz orasidan qadrli opamiz borlar, Shahloxon opamiz. Ular bugun tavallud topgan kunlarini nishonlayotgan ekanlar. Shahloxon opa Ashurovani demak biz ham bugun ijodiy jamoamiz nomidan quvonchli kun bilan muborakbod etamiz. Har doim umuman jamoamizga pozitivlik ulashib charchamaydilar. Hayotda muvaffaqiyat, omad, zafarlar yor bo'lsin, oilalari, farzandlari baxtiga, jamoadoshlar baxtiga omon bo'ling deymiz. Tabriklaymiz Shahloxonni. Va aynan bugun yana bir ashaddiy muxlislarimizdan assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun Toshkent shahrida yashovchi, hozir xizmat safarida yurgan jiyanim Izzatbekjonni tavallud ayyomlari bilan hamma qarindoshlar nomlaridan tabriklaymiz. Jiyanimga uzoq umr, sog'lik, kelajakda o'zlari orzu qilgan yaxshi kasb egasi bo'lsinlar. Bobomiz Amir Temurdek buyuk inson bo'lsinlar. Hammamiz faxrlanib yuraylik. Hurmat bilan Xamashi qishlog'ida yashovchi bobojonlari, Mahmudxon bobo, buvijonlari, Gulnoraxon ayamiz, dadajonlari Shuhratxon, oyijonlari Qunduzxon va amakilari, ammalari, barcha qarindoshlar va oilamiz nomidan tabriklaymiz. Hurmat bilan ammajonlari Lobarxon Sobirova Mirishkor tumanidan yuboryaptilar. Biz ham tabriklaymiz. Bugun Mag'firat opamizni tug'ilgan kunlari. Ularni tabriklab qolamiz. Opamizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt tilaymiz. Farzandlari, nabiralari rohatini ko'rib yursinlar deya singillari Nilufar, Nigora, Mehriniso, jiyanlari Nodiralar nomidan kelibdi. Qarshi shahridan kelibdi demak tabrik. Go'zal singlim Shahloxonni, dilbandi jaji jiyanim Iforaxonni shukrona kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, o'qimishli, oqila qiz bo'lsin deb akalari Imronbek, Elnurbek va Sarafroz tabriklab qoladi deb Denov qishlog'idan xolasi Qunduzxon yuboryaptilar. Biz ham tabriklaymiz. Bugun xolajonim Venera opani tug'ilgan kunlari. Xolajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qolamiz. Yaqinlar baxtiga doimo sog' salomat bo'lsinlar. Jiyanim Muhammad Aminni ham tavallud kunlari ota-onasi orzu qilgan yigit bo'lsin, qo'sharoq bayram ularga muborak bo'lsin deya yaqinlari nomidan tabriklab qoluvchi Sitora Afruzbek Dilruzbek tomonidan kelibdi. Sizlarning ishlaringizga ham omad tilaymiz deya tashakkur izhor etamiz. Yana bir ruxsat beramiz sizga, marhamat bemalol. Va navbatdagi tabrigimiz Chiroqchi tumani Parsiz qishlog'ida istiqomat qiluvchi dadajonimning qiyomatli do'sti bobojonim Xurram boboni tavallud topgan kunlar bilan tabriklab qolamiz. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar deya biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya qarindoshlar, nabiralar nomidan o'rtoqlari Norjo'ra bobo, Hasan bobo hamda Muhammad Ali bobolar yo'llab qolganlar salomat bo'ling deymiz. Tashakkur izhor etamiz. Egalariga menimcha tabriklarimiz yetib bordi. Bugun buyuk sarkarda Amir Temur bobomiz tug'ilgan kun. Amir Temur bobomiz bizning Yakkabog' zaminida, ya'ni Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Bugun bo'lib o'tadigan markaziy stadionda Nasaf O'zbekiston Kubogidagi ishtirokini boshlaydi. Bu o'yinda Nasafga omad tilaymiz. Yakkabog' tumani Ulamji qishlog'idan G'iyosiddin Xurramov yuboryaptilar. Biz ham barcha yurtdoshlarimizga bugungi kuningiz fayzli bo'lsin, xayrli bo'lsin deb niyat qilib qolamiz. Nigoraxon. Endi esa keling qizlarimiz bilan tanishib kelaman jarayonlarda. Undan keyin suhbatimizga qaytsak. Bu yerda qizg'in jarayonlar ketyapti. Assalomu alaykum qizlar, xush kelibsizlar. Keling, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot berib o'ting. Bemalol chizavering. Assalomu alaykum avvalambor hammalaringizga. Men Shahrisabz davlat pedagogika institutining 1-kurs talabasi Abduqahhor va Gavharman. Qaysi yo'nalishda tahsil Tasviriy san'at muhandislik grafikasi yo'nalishimiz.
Hozir ayni daqiqalarda chizayotgan suratingiz haqida ma'lumot berib o'ting. Amir Temurning taxtga o'tirgan va turishlarini hozir tasvirlamoqdaman. Demak, dasturimiz so'ngiga qadar bemalol o'sha bitirasiz. Albatta, harakat qilaman. Rahmat. Navbatdagi qizimiz bilan ham tanishamiz. Assalomu alaykum. Men Shahrisabz davlat pedagogika institutining 1-kurs talabasiman. Hozirda Amir Temur tavallud munosabati bilan Amir Temurni portretini chizmoqdaman. Demak, bu yerda yutuqlar kimga tegishli? Bular hammasi menga tegishli. Xalqaro sertifikatlar. Demak, tanlovlarda yaxshi Bu o'rinlarni qo'lga kiritgan. Keniya xalqaro gazetasida rasmim chop etilgani. Bu yerda hamma juda ham ko'p ekan. Diplomlaringiz bor. Bular xalqaro sertifikatlar. Demak, mana shu chiroyli ijodiy ishlaringiz ortidan mana shunday sertifikatlar bilan taqdirlangansiz, xalqaro tanlovlarda ishtirok etgansiz. Juda ham ko'p sertifikatlar. Yutuqlar juda ko'p. Qolaversa, bizning studiyamizda rasmlar ham bor, qizlar. Sizlar tomonlaringizdan kelgan mana rasmlarimiz bor. Bu yerda e'tiboringizni bemalol qaratishingiz mumkin. Anor surati, qolaversa tabiat manzaralari. Bugun menimcha masofalar uzoq bo'lganligi bois juda ko'plab suratlarni olib kelishga imkoniyat bo'lmagani. Endi dasturimiz so'ngiga qadar biz sizlardan chiroyli ijodiy ish kutib qolamiz va jarayonda bemalol davom etishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Tanishib oldik qizlar bilan. Bugun qizlar o'zlarini chiroyli suratlarni tayyorlagunlariga qadar Diyoraxon yana suhbatga qaytamiz. Qolaversa bugun Solihaxondan keling chiroyli bir ijodlardan namunalar eshitsak, nima deysiz? Solihaxonning ham yutuqlari juda ham ko'p, yuqorida aytganingizdek. Zuhraxon, menimcha. Zuhraxon. Soliha ismlari. Zuhra, Soliha deydi, ikkovi bir-biriga o'xshashadi. Marhamat. Onam haqida she'r aytib bermoqchiman. O'zing asra. Onam dardlarin olay, doim xizmatda bo'lay. Hatto hajga olib boray, o'zing asra onamni. G'am tashvish chekmasin u, dard alam yutmasin u, hech kasal bo'lmasin u, o'zing asra onamni. Baxt quvonchim ko'rsin u, orzusiga yetsin u, yuz yoshlarga kirsin u, o'zing asra onamni. Salomat bo'ling, rahmat deymiz. Rahmat. Endi ustozga yuzlanamiz yana. Diyoraxon, bugun studiyamizda qolaversa mana shu geografiya fani bo'yicha qolaversa bugun tariximizga yuzlanamiz. Mana shu Amir Temur bayrog'ini timsollar to'g'risida keling, shu bayroq to'g'risida ham fikr mulohazalar bo'lsa, shularni ham bugungi yoshlarga. Rahmat. Tarix fanida yordamchi tarixiy fanlardan biri vekselologiya. Ya'ni bu bayroqshunoslik ilmi ham mavjud. Keling biz mana shu tarixiy bayroqlar seriyasiga kiruvchi Amir Temur bayrog'iga diqqatimizni qaratsak, hozir hamma joyda mana shu bayroqni ko'p ko'rsatishadi. Men bir manbada o'qiganman, ya'ni Amir Temur haqida mana kimlar kitob yozgan deb olishimiz mumkin. Bo'rivoy Ahmedovning kitobini olib ko'rsak bo'ladi. Hatto fransiyalik yozuvchilardan biri Marsel Brion Amir Temurning hayoti, harbiy yurishlariga bag'ishlangan asarlari yoki o'zimizda mahalliy olimlarimizdan biri Poyon Ravshanovni olib ko'rishimiz mumkin. Bu tarixiy asarlarda ham mana shu qo'limda turgan tasvir ketyapti. Bu avval dastlabki paytda oval simon shaklda, ya'ni 3 ta halqadan iborat. Hozirgi kunda mana shu ko'k fonda berilyapti. Ko'p holda biz mana shu bayroqqa qaragan vaqtda Amir Temur bayrog'i deymiz. Mana shu 3 ta nimani o'zi Amir Temur davrida gerb, ya'ni geraldika bir belgi hisobida turibdi. Bayroq esa ko'k fonda. Mana shu narsa tinchlik payti mana shu bayroq hilpirab turgan. Ya'ni saroy peshtoqida yoki bayroqdorlarning qo'lida mana shu bir. Lekin o'sha men o'qigan manbada mana shu fon qora fonda bo'lgan. Ya'ni harbiy urushlar vaqti mana shu fonda bo'lgan. Yana ba'zan bu yerda mana shimolni yoki bo'lmasa janubni yoki g'arbni egallashga muyassar bo'lgan, sharqni ola olmagan degan fikrlar bu juda noto'g'ri fikr. Amir Temur bobomizni bilamiz,
O'tirar shahrida vafot etishi 1405-yil 18-fevral sanasiga to'g'ri keladi. Afsuski bu mana shu ma'lumot juda noto'g'ri. Bu yerda endi bu o'ziga xos har bir ramziy ma'nosi bor. Mana hozir O'zbekiston bayrog'idan biz 12 ta yulduzni yoki mukammallik belgisi sifatida bir qarashimiz mumkin. Mana shunday bir o'ziga xos bayroq mavjud bo'lgan. Vekselologiyada tarixiy bayroqlar seriyasiga kiradi. Bu shuning uchun kosmogonik syujet sifatida ham olib ko'rish mumkin. Balki bu haqiqatga yaqindir. Mana shunday bir belgilardan har bir yurishlarda yoki tinchlik paytida bayroq hilpirab turishi haqida ma'lumotlarga duch kelishimiz mumkin. Rahmat deymiz chiroyli qiziqarli ma'lumotlar uchun. Ayni daqiqalarda bizda sahifa bor. Mohir qo'llar sahifasini tomosha qilsakda va yana keyin mehmonimiz bor. Ularni studiyamizga taklif etamiz. Majlis. Marhamat. Marhamat.
rahmat bo'ling Azizaxon. Sirg'ali qizni biz topib oldik. Marhamat studiyamizga. Azizaxon, Taklif xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bilasizmi, G'ofur aka 2 haftadan buyon bir qiz menga tinchlik bermaydi desam, mana shu Azizaxon bo'ladilar. Xush kelibsiz Azizaxon. Keling, o'zingiz haqingizda tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum. Meni ismim Polvonova Aziza. Men Kasbi tumani Qashqadaryo viloyat Dino qishlog'ida turaman. Kasbi tumani 7-o'rta maktabining 4-sinf o'quvchisiman. Rahmat. Endi ozgina nafas rosa bo'lsin, Azizaxon charchadilar. Rahmat deymiz bugungi chiroyli ijro uchun. Sizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Azizaxon nafaqat raqsga tushadilar, balki bir chiroyli she'rlar ham ijro etadilar, G'ofur aka. Demak, nafas roslab oldilar. She'rlarni keling, shu damda eshitamiz. Qaysi she'rni eshitamiz Azizaxon? Marhamat. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin, dildan orom qocharkan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolarkan. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin, kapkur menga qolarkan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin. Opam singlim og'rib qolarkan. Ko'zlarida yosh olib yoningizga yotib olarkan. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin. Otam soqov bo'larkan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tarkan. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin. Menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotarkan. Ona tobis qochmasin. Ona tobis qochmasin. Alam hasrat tirnarkan. Uyda fayz yo'q, havo aynib qolarkan. Maqtasam yuzlari oydin, ko'zlari yuzingizga kuylardim. O'xshashin osmondan izlardim. Yo oydan tushgan monalar, yo oydan tushganmi ayollar. O'tishib gohida bu jondir bersak, nozanin jononga o'ylaymiz termilib osmonga. Yo oydan tushgan monalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham ochilar ayol deb, hidlari sochilar xayol deb. Yo oydan tushgan monalar, yo oydan tushganmi ayollar. Rahmat, salomat bo'ling Azizaxon. Juda ham chiroyli she'r uchun kattakon rahmat. Sochlarini maydalab o'rib olib, bugun raqsga hamohang tarzda keldilar. Ijodlarga barkamollik tilaymiz. Rahmat deymiz bugungi shijoat uchun, bugungi chiroyli she'r va raqslar uchun sizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ota-onangizga rahmat deymiz. Sizni mana shunday qo'llab-quvvatlab, bugun dadalar ham hatto studiyamizga kelganlar, o'zlari juda ham san'atga qiziqadigan inson ekanlar. Qizlarini ijodini qo'llab-quvvatlab mana shu studiyaga olib kelganlarida xuddiki o'zim dadamni ko'rgandek bo'ldim. Sababi xuddi men ham Azizaxonga o'xshab yosh bo'lgan vaqtlarimda qo'limdan yetaklab Toshkentga deysizmi, har qanday tanlovlarga olib borib, meni qo'llab-quvvatlagan insonim bo'ladilar va o'ylaymanki, hali Azizaxonni eng yaxshi kunlari, eng zo'r cho'qqilar kutib turibdi. Shuning uchun hech qachon maqsaddan, harakatdan to'xtamang. Xo'pmi? Hozirgidek mana shunday shijoat sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat deymiz Azizaxonga. Nigoraxon, bugun studiyamizda qarasangiz suratlar juda ham ko'payib ketdi. Rassom qizlarimiz tomonidan chizilgan rasmlar har bir juda ham ko'p rasmlar bor haqiqatan ham. Mos qolaversa, har bir faslga mos qilib chizilgan suratlar. Natyurmort, grafika, endi turli yo'nalishlardagi asarlar bor ekan. Bu menimcha Nafisaxonning ijodiy ishlari. Juda ham chiroyli suratlar. Uni ko'rsatamiz desak, uni bugun vaqtimiz yetmaydi. Juda chiroyli suratlar. E'tibor qilib ketamiz. Chiroyli rasmlar. Va qolaversa, bu yerda Gavharxon chizgan suratlar ham bor, juda chiroyli tarzda belgilangan. Endi suratlarning bugun son sanog'i yo'q. Va rasm chizayotgan, keling, jonli tarzda chizayotgan mana shu qizlarimizdan ham xabar olsangizda, bugun albatta studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan keyin suhbatni davom ettirsak. Albatta va biz Nafisaxonga, Gavharxonga taklif bergan bo'lardik, albatta bir ko'rgazma ochishni, chunki bu asarlarni albatta ko'rgazma holiga keltirilsa, yana ham tomoshabinlar, ixlosmandlar ko'payadi. Qizlar, demak, ishlar yakunlanib qoldimi? Aha. Bizning efirimizga qancha vaqt qoldi demak yigitlar tugashga? Menimcha 2-3 daqiqagacha qizlarimiz yana ham yakunlab oxirgi poyoniga yetkazib qo'yishadilar. Menimcha yetadi sizlarga 2 daqiqa. Aha. Va bugun studiyamizga tashrif buyurgan
aziz mehmonlarimizga, ustozga keling, imkoniyat beramiz. Marhamat, bugun barcha yurtdoshlarimizni tabriklab va yaxshi niyatlarni sizdan eshitamiz. Rahmat. Bugun 9-aprel Amir Temur bobomiz tavallud topgan kun. Shu fursatdan foydalanib, yurtimizdagi barcha insonlarni chin dildan tabriklab qolaman. Mana bugun Shahrisabz shahriga o'ziga xos bayram, o'ziga xos shukuh. Shu fursatdan kelib, mana shu yoshlarimizga, mana bir qancha ijodkor talabalarimiz, mana yosh shoira qizimiz, mana raqs tushgan qizimizni o'qish ishlariga omadlar tilab qolaman. Sizlarning ham kasbkorlaringizga baraka bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Barcha ijodkorlarimizga ham aka. rahmat. Haqiqatdan ham ko'hna keshni bir o'zgacha atmosferasi keldi studiyamizga. Mana ijodkor qizlarimiz bilan qolaversa chiroyli ma'lumotlar bilan bugun teletomoshabinlarimizni xushnud etdingiz. Yana bir bora sizlarga xush kelibsizlar deymiz. Marhamat Zuhraxon, sizda ham agar so'nggi tabriklar bo'lsa eshitamiz. Hammani tabriklayman. Shu Amir Temurimizni, bobomizni tavallud topgan kunlari ekan. Barcha insonlarni tabriklayman. Ularni ishlariga rivoj, omad tilab qolaman. Rahmat. Shu o'rinda hali rasmlarni keyingi dasturlarda ko'rsatamiz. Menimcha tayyor bo'lib qoldi, hozir ulguramiz. Mana chunki muxlislarimiz aynan qiziqib hozir kutib turishibdi. Qizlarimiz qaysi jarayondagi rasmlarni chizayotgan ekanlar, qaysi jarayonda ekanlar deb. Demak, Nigoraxon, shu o'rinda mana demak Gavharxon rasmlarini ko'ramiz. Amir Temur bobomizni juda ham chiroyli mana chizdilar. Dasturimiz davomida qisqa fursatlar ichida hali agar ko'proq vaqt berilganda juda ham chiroyli san'at asarlariga. Demak, yurtdoshlar bilan xayrlashamiz shu o'rinda. Barchaga bugungi fayzli kun yana bir bor xayrli bo'lsin deb niyat qilamiz. Mana demak Nafisaxon rasmlari ham o'z poyoniga yetdi. Rahmat deymiz bugungi chiroyli suratlar uchun va tashrif uchun. Ijodingizga ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Azizlar, demak Fayzli kun musiqiy dam olish dasturi mana shu fursatlarda o'z poyoniga yetdi va bizni tomosha qilib turgan qadrli tomoshabinlarimizga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ertangi dasturlarimizda ham albatta kuzatib boring. Fayzli kun musiqiy dam olish dasturining barcha ijodkorlari siz uchun har doim xizmatda. O'zingizni ehtiyot qiling keyingi dasturgacha.